Men sening akang. Sen mening do'ppamga to'lib jigit salim demay, rost gapingni dajma. Hey. Hayvanca baqqanni bildik encima. Kim deptiki? Hayvan balısı baksan az burnunu yağıydı. Adem balısı baksan az burnunu kanıydı. Voy dada degan nima ish qilyapti sen qaynab? Akila. Nimish qildim shu uloqni bizim beryaptimi? Qandayroq tursiz buga? Qil bilan. Kelib qolibsiz deganda. O'tgan kuni ko'nglimni azroq ranjitib qo'ydim. Ham xafa bo'lmagan dada. Degan bir ko'rishyapman deb degan shu. Ko'nglim ranjimaydi, nima deb ranjiyman? O'tgan kuni ko'nglimga azar yurib qo'ydim menda. Bo'ldi, u gapni qilishmaylar. Nasht qildingmi, yo'qmi? Degan men uyda nasht qilib, bola maktabga olib yetib kelgan. Ukam Abdulla ko'rinmaydi-ku. Ukam go'ngshiq ketgan. Uning kelachagi bo'ldi hozir. Hozir qishi vaki. Sen misha shu o'g'il turdim, tomoqni misha yeb ketamsan. Tomoqni bizniki deylar dada. Kelishki maqsadim shu. Bizning uyga ketib asha deylar tomoqni. Hey. Aylimda o'tgan yalarmo bor dada. Endi shu. Butun ish deganninki, ayna aql his qilamdi endi. Ayna bo'lib qoldi ekan bu ishlar. Sening ko'nglingni ranjitib qo'ydi dada. Yo'q. Nima deb kelin qizimning o'ylig'ini vaqcha. Ko'nglim g'ammadim. Dada gapimni anglab, uyga ketdilar bizning uyga. Aylimga o'xshab, chut poloq pasa be, muncha polon yeb qilla qala. İnanma hozir keldigan vaqt bo'ldi. Tomoqni misha deylar, jura. Dada, ma'qul deb ashu ketdilar deyman. Qala mening uyga bag'im yo'q. Hozir mening da tur zo'lmona bola. Renjimdim deganimda xil ko'nglim qolib jumasiniki. Yo'q, da demagina. Og'zing deb qo'yganimda sen gapni. Ashu kelsa kulta. Ufkan yolg'iz qoldi, men va kessam qola. Men ularning tug'digan vaqt yaqinlashdi. Qala sana bir deygan gapim bor mening. İş ufkan ma yalğız adrem ufkan bir güzemli yoruqdi. Bir 5 saat tağaşını qısa qolta ufkan qala. Vay dada, menga bu gap qiyin deymi? Mush gapmi de? Menga. Qala sen shunda deysa, güzemli uchiq vaqtida ufkanni 5 saat o'tmasa bo'lmaydi. Sana bir bijani shum xarak kelganda kundimda ko'ngilsiz gapni to'liq qildi ekansiz deyman. Ve aldırmaylar ufkan mashq deyman. Sen shunda vaqt kelgancha men o'zim o'z ustim qolimi deyman. Sen mi üstün kalırsa karşına diyeceğim bile. Benim önümde şu fıkanı bir toy işini bitirip biliyorsam konuğum sel tınıttı. Aynı fıkanı geldi kalbala. Mana edim geldiğimde. Geldin bak ha. Geldim ha. Çiçlik var. Ben tuğap gittim. Öyle çırpıp bırakma bana. Sen bek toyga aldırat qolishmam sen. Vay yak dadam şunda deyim da. Sen meni aldımda tul xupsellik qilib uya o'yinim juma. Sen ayna qilsang dadam nima meni uyang bormaydi. Kunda bormayim deb. Vay yak sen bülek joylab qapsa. Bir rost gapingdigina qala. Qo'sqingni kelib yo'q baqay. Dadam aldı qetib senikida kelganning aqlim xap ko'ringa at sag'rib qoldi. Rost gap qilar dadam sen bir nima dedim yo'qmi? Vay yak dadam bülek gap qilmadi. Dadamning ichki kuchloq sening uyangni bir ish bo'lganmi ya? Keslon yushursang o'liming oshkor degan gap bor ukam. Men sening akang. Sen mening do'ppamga to'lib jigit salim demay, rost gapingni dajma. Uqdingmi ya? O Abdusattar, Abdullah. Ben ölçürümü bilen. Ha mana. Ma tushda dadamning tomog'ini bir yetib, chiroyli sen meni uyantirib o'tchima. Uqdingmi yo'qmi? Ma sen bilan deyishdigan muhim gap bor. Ma bordig'ingdan yana dadam uqib qolmasin deb men senga deb qo'yay.